Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarimiz Allohning salom va mag'firati barkat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. Bugünkisi 29-cho'ng gunoh o'zini o'ldirib olish. Alloh taolo sura Nisoning 29 va 30 oyatlarida bunday deydi. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ldirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Kimki chekni eshib va zulm qilib, uni, ya'ni Allah cheklagan ishlarni qiladi ekan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir dedi. Hemen bu oyatda sizlar o'zinglarni va bir-biringlarni o'ldirmanglar deb Alloh taolo cheklayotdi. Hamda kimki chekni eshib va zulm qilib, uni Allah cheklagan ishlarni qiladi ekan, uni do'zaxga kirgizamiz deb aniq deydi. Demak, ahli ilm ulamolarning deydigan gapidiki, Allah cheklagan ishlarni gaqimay qilaversa Allohga osi bo'ladi. Uningki qiyomatda so'roq ig'ir bo'ladi degan mana shu. Agar uni Allah qilma deganda bo'laverdi deb oshkora qilaversa kofir oldu. Kofir oldu dindan chiqdi degan mana shunga o'xshash oyatlar asosan deydi. Uni ba'zan insonlar u yerdan qusur izlab sen bilamsan, sen meni do'zaxga kirgizyapsan. Hukmni Alloh berdi. Do'zaxga kirgizish, jannatga kirgizish Allohning qo'lida. To'g'ri, Allohning qo'lida, ammo Alloh mana qonun dasturni, qilibni bizga 1940 yil oldida tushirib bergan. Da'vatulman aniq. Mushun asosan sen nereye to'mishlardan qiyomat kuni sana mushu hukm chiqdi. Dedi Alloh taolo bu hukmdan boshqa hukm chiqarmaydi. Mush o'zining so'zini inkor qilmaydi Alloh taolo. Mushu hukmni chiqardi. Shunga ahli ilm ulamolar, diniy olimlar mushu Qur'ondagi so'zni bu yerda tabliq qilib so'zlab berdi. Onun ba'zilar chiqib, sen belgilamsan, uni buni deb uning oti qo'yib, u bir menda da'vatman, men seni do'zaxga kirgizyapman, men seni jannatga kirgizyapman degan gap emas. Allohning so'zini yetkazib qo'ygan ish bu. Vahide sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ldirmanglar degan oyatni tafsir qilib bunday deydi. Ya'ni sizlar bir-biringlarni o'ldirmanglar. Chunki sizlarning dininglar birdir. Shunga sizlar hammanglar bir jonga o'xshaysizlar. Bir jonga o'xshaysizlar. Bir-biringlarni o'ltirsanglarmi, o'zinglarni o'ltirgan bo'lsizlar. O'zinglarni o'ltirsanglarmi, o'zinglarni o'ltirgan bo'lsizlar degan gap deb tafsir qilgan. Bu Ibn Abbos roziyallohu anhu va boshqa ko'plagan tafsirshunoslarning birdek fikridir. Ammo ba'zi tafsirshunoslar bu oyat insonni o'zini o'ldirishdan to'sishga dalolat qiladi dedi. Abu Mansur Muhammad Mansurning Amr ibn As roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisi bu qarashning to'g'riligini ko'rsatib berdi. Amr ibn As roziyallohu anhu bunday dedi: "Men Zatus Salasil g'azotga chiqqanda so'g'oq bir kechasi ehtilom bo'lib qoldim. Kesal bo'lib qolishimdan ansirab, g'usl qilmay, uning o'rniga tayammum qilib, ondan sabdoshlarimga imom bo'lib, bomdod namozini o'qib berdim. Keyin bu ishni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga so'zlab bersam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Amir, sen junub turib sabdoshlarimga imom bo'lib namoz o'qib berdingmi?" dedi. Men nima uchun g'usl qilolmaganligimning sababini tushuntirib berdim. Va Alloh taoloning sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ldirmanglar, Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir deganligini anglagan edim dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kulib qo'ydi, ammo hech nima demadi. Abu Davud, Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Mana bu hadis shuni ko'rsatib berdiki, Amr ibn As roziyallohu anhu bu oyatdan insonning boshqalarni emas, o'zini o'ldirishdan cheklanganligining ifodasini bildirgan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sözüge karşı çıkmagan. İbn Abbas radıyallahu anhuma Allah Teala'nın kim ki onu kılır iken degan sözünü bu atanmış sürünün beşidin tartıp ta ki bu oyatgacha bo'lgan barliq cheklimalarini ko'rsatdi deb tafsir qilgan. Ba'zi tafsirshunoslar kimki chekdan eshib va zulm qilib uni ya'ni Alloh cheklagan ishlarni qilar ekan degan oyatdagi ogohlantirish yetimning melini nohaq yovlash, nohaq odam o'ldirish, shuning bilan birlikda Allohning amriga qarshi chiqish qatorliqlarni ko'rsatdi deb tafsir qilgan. Bu Allohga osondir degan oyat Allah do'zaxga kirgizdiganligi bilan ogohlantirgan va'dasini amalga oshirishga qodirdir degan ma'noni ifodalaydi. Jundub ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlardan burun o'tgan ummatlarning birida yaralangan bir kishi bo'lib, og'riqqa chidamay pichoq ilib qo'lini kesdi. Qon to'xtamay oxiri o'lib ketdi. Alloh taolo bandam oldirab ketib, mening oldimga o'zi kelibdi, uningga jannatni harom qildim" dedi. Birlikka hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiluvdiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki o'zini temir bilan o'ltirsa, do'zax o'tida qo'lidagi oshu temirni qo'rsqiga sanjish bilan davomli azoblandi. O do'zaxda abadiy qoladi. Kimki o'zini zahar bilan o'ltirsa, do'zax o'tida qo'lidagi oshu zaharni ichish bilan davomli azoblandi. O do'zaxda abadiy qoladi. Kimki o'zini tog'dan tashlab o'ltirsa, do'zax o'tida tog'dan o'zini tashlab azoblandi. O do'zaxda mangu qoladi, abadiy qoladi." Birlikka hadis. Sabit ibn Zahhahdan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mu'minga la'nat qilish uni o'ltirganlik bilan barobardir. Bir mu'minga kufr bilan tuhmat qilish uni o'ltirganlik bilan barobardir. Kimki o'zini nima bilan o'ltirsa, qiyomat kuni o'sha narsa bilan azoblandi." Birlikka hadis. Bir sahih hadisda rivoyat qilinishicha, urushda yordar bo'lib, og'riqqa chidamay o'zini qilichining ustiga tashlab o'ltirib olgan bir kishi haqida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "O do'zax ahlidandir." Birlikka hadis. Bu hadisni biz buni o'rgangan. O hadisda toza jihad qilayotgan bir sahobini bu sahoba shundoq qattiq jihad qilyotdi, shehid bo'lman deb degan chog'da Payg'ambar alayhissalom o do'zaxda degan. Keyin yana bir sahoba nimashga bundoq deydi deb uning keynidan agishib, jihodda faqat shuning keynidan agishib yurgan. Oxirida qarsa, o yaralangandan keyin og'riq chidamay qilichini tiklab uchiga qo'sqini qo'yib bisib o'zini bisib turib o'lib olgan. Onu kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga depagan. Shu hadisni davom degan. Alloh taologa iltijo qilib, bizni to'g'ri yo'lga boshlashni, nafsimizning yomonligidan va yomon amallarni saqlashini Allohdan tilashimiz kerak. Allohdan mag'firat tilashimiz kerak. Allohdan hidoyat tilashimiz kerak. Alloh taolo nihoyat sehi, nihoyat mard, nihoyat mehribon, to'lim apujon, to'lim mehribondir. Shuna qarindoshlar, o'zimizni o'ltirib oladigan yoki bo'lmasa shuningga sababchi bo'ladigan, ya'ni yuqori deyilgandek bir-biringlarni o'ltirmanglar. Har bir mu'min musulmon bir jonga o'xshaydi, boshqalarni o'ltirsin o'zini o'ltirganga o'xshash bo'ldi deganga binoan shuning sababchi bo'lsak o'zini o'ltirib olgandek bo'ladi ekanmiz. Mana buning o'zi cho'ng gunohlarning biri bo'ldi ekan. Barliq qarindoshlarga darslarimizni Alloh taolo navbatli qilib bersin.